Assalomu alaykum hammaga ustozlar. Demak, navbatdagi aynan attestatsiya spesifikatsiyasi asosida mavzulashtirilgan mini mock testlarimizda geometrik progressiyaga oid bo'lgan mini testimizning video tahlili. Hop, birinchi misolda aytyaptiki, 1 taqsim 2 minus 1 taqsim 5 plus 5 taqsim 6 minus 1 taqsim 9 plus 7 taqsim 6 minus 1 taqsim 27 va hokazo shunday ketma-ketlikdagi hop, misol berilgan va shuni hisoblang dedi. Xo'p, endi buni hisoblash uchun nima qilamiz? Buni hisoblash jarayonida hop, birinchi qiladigan ishimiz mana bu musbat hadli ifodalarni alohida yozib olamiz. 1 taqsim 2 plus 5 taqsim 6 plus 7 taqsim 6 plus va hokazo 7 taqsim 2. Keling, bunga ham 3 mahraj, bunga ham 3 mahraj beradigan bo'lsam, hop, 3 taqsim 6 plus 5 taqsim 6 7 taqsim 6 plus va hokazo 21 taqsim 6 bo'ldida. Bu hosil bo'lgan ketma-ketlik bizda geometrik progressiya bo'lib qoldi. Ya'ni A1imiz 3 taqsim 6 ga, ANimiz 21 taqsim 6 ga, D'imiz bo'ladigan bo'lsa 2 taqsim 6 ga teng bo'lgan. Va bizda n yo'q ekan. Keling, shu yerdan n ni topib olamiz. Xo'p, A-dan foydalanib 21 taqsim 6 teng bo'ladi. Xo'p, 3 taqsim 6 plus 2 taqsim 6 n minus 1 bo'ladi. Xo'p, 6 ga qisqartirib yubordimda 3 ni bu yoqqa qarshi o'tkazsam 18. Xo'p, 18 ni xo'p 2 ga bo'lsam 9, n teng 10 lik kelib chiqdi. Va endi bu yig'inda bo'lganligi uchun Sn formasidan foydalanadigan bo'lsam, xo'p, A1 ya'ni 3 taqsim 6 qo'shilgan AN taqsim AN taqsim 2 kara n bo'ldi. Xo'p, demak 21 taqsim qo'shadigan bo'lsak, xo'p, bizda bo'ldi 24 taqsim 6 bo'lib 4 bo'lib qoldi. 2 va 20 ekanligi kelib chiqdi. Endi manfiy hadli ifodalarni yozadigan bo'lsam, minus 1 taqsim 3 minus 1 taqsim 9 minus 1 taqsim 27 minus va hokazo minus 1 taqsim 3 ning 10-si. Bu ketma-ketlik bizda nima beryapti? Geometrik progressiyani beryapti. Ya'ni B1imiz minus 1 taqsim 3 ga, Q bo'lsa 1 taqsim 3 ga teng bo'lyapti. Xo'p, endi nima qilamiz? Buni xo'p birlashtiramiz. Ya'ni yig'indisini topib olamiz. Sn formasidan foydalanib. Ya'ni Sn geometrik progressiya uchun B1 ko'paytirilgan minus 1 taqsim 3 ko'paytirilgan 1 minus Q ning 10-si. Ya'ni 1 taqsim 3 ning 10 darajasi bo'ldi. Ya'ni 10 ta xat bor. Taqsim 1 minus 1 taqsim 3 bo'lib qoldi. Va bundan kelib chiqadiki, hop, minus 1 taqsim 3 1 minus kelmaga sirasi mahraj berib ketaman. Ya'ni 3 ning 10 darajasini 3 ning 10 darajasi 3 ning 10 darajasi minus 1 taqsim 3 ta 10-si. Taqsim 2 taqsim 3. 3 ga qisqarib ketadi. Va biz manfiy ifodani beradigan bo'lsa yuqoriga ham deb ko'rishda bo'ladi. 1 minus 3 ning 10-si taqsim hop 3 ning 10-si kara 2 bo'lib qoldi. Hop, endi ikkitasini bir-biriga qo'shib qo'ysak bo'ldi. Umumiy ifodani yig'indisi kelib chiqadi. Ya'ni biz nima qilishimiz kerak? Hop, 20 ga qo'shishimiz kerak. 1 minus 3 ning 10-si taqsim. Hop, keling, qayerdir xatolik ketib qoldi. Xo'sh, 1 taqsim 3 2 bo'ldi. Manfiy berib yuborsak, o'zgarib ketdi. Demak, qarang, agar men hozir buni hisoblaydigan bo'lsam, minus 1 taqsim 2 1 minus kerak, shu yerda mahraj bermaymiz bu yerda. Bu kerak emas hozircha. 1 taqsim 3 ning 10-si bo'lsin. Xo'p, endi ikkalasini bir-biriga qo'shishim kerak, xolos. Shu bilan javobim kelib chiqadi. Ya'ni, xo'p, demak bizda bo'ladi 3-si 20 dan ayirishim kerak. Xo'p, ya'ni qo'shishim kerak degan ma'noda 1 taqsim 2 1 minus 1 taqsim 3 ning 10-si. Xo'p, agar buni hisoblaydigan bo'lsak, hozir biz bunga ham 2 mahraj beradigan bo'lsak, nima bo'lib qoldi? 39 taqsim 2 plus 1 taqsim 3 ning 10-si. 2 taqsim bo'ladi.
Hop, endi bunga ham mana bu yerda ham karra ikkisi bor xullas. Mana 1 taqsim 2 bo'ladi. Hop, bunga ham 3 ni 10 darajasini makhraj beradigan bo'lsak, 39 karra 3 ning 10-si plus 1 taqsim 2 karra 3 ning 10-si bo'lib qoladi. Va bu javob D javobda bo'ladi. Xo'p, keyingi misolni qarang. Keyingi misol ko'rishdan juda ham vahimali va bu geometrik progressiyaga tushmaydi deb o'ylaysiz. Masalan, qarang. 3 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsak, 1,5, u demak uning butun qismi 1 bo'ladi. Demak 9 ni 2 ga bo'lsak 4,5, biz uni demak undan butun qismi chiqarsak 4 bo'ladi. Keyingisi masalan 13 chiqadi. Va hokazo shu tartibda davom etaveradi. Endi qarangda, 1 ni o'rniga mana 3 ning n darajasi minus 1 taqsim 2 yozib olaman. Ya'ni 3 ning 1 darajasi yozib oling. Mana 3 ning 1 darajasi minus 2, minus 1 taqsim 2. Baribir 1 degan javob kelib chiqadi. 4 ni o'rniga bo'lsa mana 3 ning kvadrati minus 1 taqsim 2. Xo'p, 13 ni o'rniga 3 ning kubi minus 1 taqsim 2. Plus va hokazo oxirgisi bo'ladigan bo'lsa 3 ning 100 darajasi minus 1 taqsim 2 bo'lib qoldi. Demak, endi e'tibor beradigan bo'lsak, nima bo'lib qoldi? Mana 3 ning 1 darajasi, 3 ning kvadrati, 3 ning kubi va hokazo 3 ning 100-darajasi bo'ldi-da, bu yerda bizda 100 ta minus 1 bo'lib qoldi. Taqsim 2. Mana bu bizda nimani berib yubordi? Geometrik progressiyani berdi. Hop, geometrik progressiya bo'lsa, mana bu uchlar. Sразу SN formasidan foydalanaman. Ya'ni B1 3 kere 1 minus Q'ning n'inchisi, ya'ni 3 ning 100-si taqsim 1 minus Q. Ya'ni bu degani 3 minus 2, ya'ni 1 minus 3 bo'lib qoldi. Minus bitta 100 bor. Xo'p, endi taqsim 2. Bundan kelib chiqadiki, men bunga minus 2 makhraj beradigan bo'lsam, va yuqoridagi qavs ochadigan bo'lsam, bunday holatda bo'lib qoldi, qarang. 3 minus 3 ning 101 darajasi qo'shilgan 200 taqsim minus 2 taqsim 2 bo'lib qoldi. Xo'p, demak bundan kelib chiqadiki, qanday ko'rinishda bo'lib qoldi? Minus 3 ning 101 darajasi qo'shilgan 203 taqsim minus 4 bo'lib qoldi. Agar minusni tepaga berib yuboradigan bo'lsak, 3 ning 101 darajasi minus 203 taqsim 4 degan javob bo'lib qoldi. Va bu javob A javobda ekan. Bu javob A javobda. Hop, uchinchisini qarang. Uchinchisi aytayaptiki, demak, quyidagi musbat xatli geometrik progressiyada quyidagi qonuniyat o'rinli bo'ladigan bo'lsa, bizdan so'rayaptiki, pastdagi B1 kere B2 kere B3 kere B4 kere B5 ifodani toping dedi. Xo'p, ustoz qarang, yuqoridagi qismdan B1 ni olib chiqadigan bo'lsam, xato yozaman. B1 ni olib chiqadigan bo'lsam, 1 plus Q kvadrat Q ni kubi qo'shilgan Q ni 4-si bo'ladi. Makhrajdan 1 taqsim B1 ni olib chiqadigan bo'lsam, 1 plus 1 taqsim Q plus 1 taqsim Q kvadrat 1 taqsim Q ni kubi 1 taqsim Q ni 4-si bo'ladi. Barobar 64. Xo'p, bunga Q ni 4 darajasi, bunga Q ni kubi, bunga Q ni kvadrati, bunga Q makhraj bersam, quyidagi holatga kelib qoladi. Qarang, endi B1 tepaga chiqazib yuboraman. B1 ning kvadrati 1 plus Q kvadrat plus Q ni kubi qo'shilgan Q ni 4 taqsim Q ni 4 darajasi, Q ni kub darajasi, Q ni kvadrati, Q qo'shilgan 1 taqsim Q ni 4 darajasi bo'lib qoldi. Ya'ni teng 64 bo'ldi. Xo'p, bundan kelib chiqadiki, bu bilan qisqarib ketib, Q ni 4-si yuqoriga chiqadigan bo'lsa, mana B1 ning kvadrati ko'paytirilgan Q ni 4 darajasi 64 bo'lib qoldi. Ildiz chiqazib yuborsam, B1 kere Q ni kvadrati 8. Ya'ni B3 8 ekanligi kelib chiqdi. Musbat xatli deganligi uchun plus minus bo'lmadi. Bizdan nimani so'ragan edi? Bizdan B1 ko'paytirilgan B2 ko'paytirilgan B3 ko'paytirilgan B4 kere B5 so'radi. Ustoz qarang. Agar men B1 ni B5 ga ko'paytiradigan bo'lsam, bu menda B3 ning kvadratini beradi. Ya'ni geometrik xossasiga ko'ra. Agar B2 ni ham B4 ga ko'paytiradigan bo'lsam, B3 ning kvadratini beradi. Kere B3. Ya'ni B3 ning 5-darajasi bo'lib qoldi. B3 nima edi? 8 ning 5-darajasi, ya'ni bu 2 ning 15 darajasi degan javob bo'lib qoladi.
Ya'ni bu javob C javobda ekan. Xo'p, endi qarang ustoz, bu yerda aytyaptiki, geometrik progressiyada B1 12 ga B2 bo'lsa, ustoz mana shu yerda adashib yozib yuborganman. U guruhda ham aytdim, 9 ekanligi bo'lsin. Bizdan pastdagi ifodaning qiymatini toping deyapti. Xo'p, endi qarasak, bu bizda kamayuvchi geometrik progressiya bo'lyapti-da, ya'ni hop, B1imiz 12 ga teng bo'lyapti, B2imiz 9 bo'lsa, hop, Q barobar nimalar kelib chiqadi? 9 taqsim 12, ya'ni 3 taqsim 4 ekanligi kelib chiqdi. Bizdan nima so'radi? Pastdagi ifodani so'radi. B1 minus B2, B3 minus B4, hop, B5 minus B6 va hokazo ketaveramiz, ketma-ketlik. Endi qarang, birinchi ikkitasidan B1 ni olib chiqadigan bo'lsam, 1 minus q bo'lib qoladi. Keyingisidan B1 q kvadratni olib chiqadigan bo'lsam, 1 minus q bo'ladi. Keyingisidan B1 q ni 4-ni olib chiqadigan bo'lsam, 1 minus q bo'lyapti. Plus va hokazo. E'tibor beradigan bo'lsak, bu ham nima bo'lib qoldi? Bizda bu ham geometrik progressiya bo'lib qoldi. Chunki sababi qarang. Hop, tushuntirib beraman nimaligini. B1 kere 1 minus q miz, mana B1 kere 1 minus q ni q kvadratga ko'paytiryapti. B1 minus q ni bo'lsa, q to'g'ri ko'paytirib. Ya'ni bizada keyingi safardagi B1imiz B1 kere 1 minus q bo'lyapti. Q birimiz bo'ladigan bo'lsa, q shtrix deb yozib qo'ya qoling. Q shtriximiz bo'lsa, q kvadratga teng bo'lyapti. Va eng asosiysi bu cheksiz kamayuvchi geometrik progressiyaga tushadi. Ya'ni Sn barobar B1 taqsim 1 minus q. Bo'ldi. Xo'p, demak bizada B1 vazifasida 12 kelgan edi. 1 minus q bo'ladigan bo'lsa 3 taqsim 4 bo'ldi va 1 minus q ni kvadrati, ya'ni 9 taqsim nima bo'lib qoldi? 16 bo'lib qoldi. Xo'p, hisoblaymiz. 12 ko'paytirgan 1 taqsim 4 bo'ldi. Bu yerdachi 7 taqsim 16 bo'lib qoldi. Bu bilan bu qisqarib ketdi, 4 bo'ldi. 4 tepaga chiqadigan bo'lsa 48 taqsim 7 ekanligi kelib chiqdi. Demak, javobimiz 48 taqsim 7 ekan. Xo'p, 5-misolimizda aytyaptiki, x kub minus a plus 3x kvadrat plus 3a plus 2 kere x minus 8 tenglamaning ildizlari turli va haqiqiy bo'lib, geometrik progressiyani tashkil qilsa, a ni toping deyapti. Xo'p, yaxshi qarang ustoz. Ya'ni Witt teoremasidan foydalansak, x1 qo'shilgan x2 qo'shilgan x3imiz bu a plus 3 ga teng bo'lib qoldi. x1 kere x2, x1 kere x3 plus x 2 kere x3 bu minus, ya'ni o'zi bo'lib qoldi, ya'ni 3a plus 2 ga teng bo'lib qoldi. x1 kere x2 kere x3imiz bo'lsa, nimaga teng bo'lib qoldi? 8 ga teng bo'lib qoldi. Endi mana bu x1, x2, x3 bu geometrik progressiya-ku. Bundan kelib chiqadi, x1 ni x3 ga ko'paytirsam, bu x2 ning kvadratini beradida, o'rta x2 bilan x2 ning kubi bo'lib ketadi. Demak, x2 barobar 2 ekanligi kelib chiqdi. O'rniga keltirib qo'yamiz endi qarang. Mana bu ikkalasida x2 ni o'rniga, ya'ni x2 ni olib chiqaman. X ni olib chiqadigan bo'lsam, x1 qo'shilgan x2 3 bo'lib qoldi. To'g'rimi? Ya'ni x1 ni olib chiqadigan, x2 ni olib chiqadigan bo'lsam, x1 qo'shgan x3 bo'ldi-da, bu bo'lsa nimani berib yuboradi? x2 ning kvadratini, ya'ni 2 ning kvadratini berib yubordi. Bu demak bizada 3a plus 2 bo'lib qoldi. Mana bu yerda x2miz 2 ekanligi kelib chiqdi-da, x1 qo'shilgan x3imiz nima bo'lib qoldi? A qo'shilgan 1 bo'lib qoldi. Endi qarang, x2 2 kere a qo'shilgan 1 qo'shilgan 4 3a plus 2 degan ifoda bo'lib qoldi. Qani sochib yuboramiz. 2a qo'shilgan 2 qo'shilgan 4 3a plus 2 bo'lib qoldi. A'lar bir tomonga, sonlar bir tomonga qilsam, a barobar 4 degan javob kelib chiqdi va bu javob bizda B javobda. Hop, ustozlar, bizni qilib borayotgan ishimiz siz uchun manfaatli bo'layotgan bo'lsa, hop, postlarimizga reaksiya qoldiring, chunki bu bizga motivatsiya bo'ladi va ko'proq ishlashga, yangi misollar qidirib topishga yana ham harakat qilamiz va ishlashga motivatsiya bo'ladi. Xo'p, qilayotgan ishlarimiz manfaatli bo'layotgan bo'lsa, o'zingizning metod birlashma guruhlaringizga, maktabdagi matematik tanish ustozlarga, barchaga jo'natib qo'ying. Ular ham sifatli va foydali bilimlardan olib,
o'z darajalarini oshirishga sababchi bo'lsak, juda ham xursand bo'lamiz. Hop, demak, keyingi test Xudo xohlasa ertaga 17:00 da guruhga tashlanadi. Omon bo'linglar.